asr namozini qazo qilgandan og'ir gunoh qilgan inson yo'q dunyoda. Eng og'ir gunoh, eng gunohkorlarning ichida eng yomoni asrda o'qimagan. Eng yomoni asrda o'qimagan. Nimaga? Va qana dalil, qana isbotlab berasiz qolaga desangiz, payg'ambar alayhissalomning huzurlariga bir ayol kishi kirib kelar ekan. Buni ko'p aytganman. Oldin ham eshitgan bo'lishingiz mumkin, ko'rganlarda ham. Bir ayol kishi kirib kelar ekan. "Ya Rasululloh, inni aznabtu zamban." Shuna katta gunoh qildim ya Rasululloh. Alloh meni mag'firat qilarmikan? Ummatingiz ichida mendan ham gunohkor banda bormikan? Rasululloh qanaqa gunoh qilding? Qani aytchi. Haligi ayolni qarang gunohlarini aytdi. Erim bo'lib turib boshqa erkak bilan zino qilib qo'ydim dedi. Erim bo'lib turib boshqa erkak bilan zino qilib qo'ydim. Yotib qo'ydim. Keyin o'sha zinodan bola tug'dim dedi. Valadi zino deydi, sizlar bilasizlar. Benikoh tug'ilgan bola. Keyin o'sha valadi zinoni o'zim o'ldirdim qo'llarim bilan dedi. Bolani tug'ib olganman, qo'limda ushlab turibman, nima qilishimni bilmay, o'ynab, yig'lab yotibdi. O'ldirishga qaror qildim. Qarasam, uyimning bir chekkasida bitta meshda bochkada sirka turgan ekan. Olib borib o'sha sirkaning ichiga tiriklay tashladim bolani deydi. Og'zini yopib qaramadim. Bir necha kundan keyin haligi bochkani ochsam, bola ham chirib, o'sha murda, o'sha nima bilan ishtahalangiz bo'lgan bo'lsa, uzr. O'sha nurda sirka bilan aralashib bitib ketibdi. Keyin o'sha sirkani olib chiqib bozorda kelib olinglar, olib olinglar deb halol, happa halol sirka deb odamlarga sotdim deydi haligi. Ruhul Bayon tafsir kitobda Val Asr surasini tafsirda turib tushamiz. Ya Rasululloh, ummatingiz ichida eng gunohkori menmi? Rasululloh nima dedilar? Sendan ham gunohkor banda bor. Sana hamma gunohlaring jamlaganda ham, uni gunohi senikidan ham og'ir banda, ulkan bo'lgan banda bor. Kim? Asr namozini bilib turib, farzligini bilib turib, asrda vaqti kiryapti, chiqyapti, bee'tibor o'tkazib yuboryapti, qazo qilyapti. Asr namozini qazo qilgan bandaning gunohi senikidan og'ir. Menimcha bu yerda namozni farzligini bilmagan odamda o'zi yo'q bo'lsa kerak.